Qarshi shahrining Oqtepa mahallasi hududidagi mana bu ko'p qavatli uylarda yashash tugul, yonidan o'tish ham ancha xavotirli. Har lahzada qulaydigandek omonat turgan devorlar va uy manzarasi uning allaqachon ma'naviy eskirganini ko'rsatib turardi. Chiqindixona muammosi, ichkarida hojatxona muammosi, kanalizatsiya yo'qligi ko'proq fuqarolarimiz tomonidan murojaat bo'lib, o'rganishlar davomida yechim juda qiyin bo'ldi yechim. Har qancha ta'mirlanmasin, asliga qaytishi qiyin bo'lgan bu uylarning qurilganiga ham 60 yildan oshgan deydi mahalla vakillari. Sharoiti ham shunga yarasha talabga javob bermaydi. Xo'sh, nima qilmoq kerak? Viloyatimizdagi barcha ko'p qavatli uylar yillar kesimida zilzila bardoshligi bo'yicha xatlovdan o'tkazilib kelinmoqda. Xatlovdan o'tkazish jarayonida aniqlangan seysmik zaif deb topilgan uylar hamda instrumental texnik tekshiruv talab etiladigan uylarni mustahkamlash yoki renovatsiya dasturi asosida yangilash bo'yicha mahalliy davlat hokimiyati organlariga hududiy inspeksiya tomonidan takliflar kiritib borilmoqda. Aynan mazkur takliflar ushbu yo'nalishda yagona davlat siyosatini amalga oshirish, uy-joy qurilishida renovatsiya asosida quriladigan uylar ulushini bosqichma-bosqich oshirib borishni ko'zda tutib, u nafaqat yangi uylar barpo etish, balki butun hudud infratuzilmasini kompleks rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Ammo har bir yangilanish o'zi bilan yangi savollarni ham olib keladi. Bu kabi eski uylarda yashayotgan aholi taqdiri nima bo'ladi? Kelishuvimiz hozir mana tadbirkor bilan xonadon egalarini uchrashtirib, yuzma-yuz qilib, qaysidir ko'chib ketishyapti, qaysidir rozi rizochilik bilan ish tutilyapti-da. Ertaga muammo bo'lishini xohlamaymiz. Ayni paytda viloyatda o'tkazilgan xatlov jarayonlarida 18 ta ko'p qavatli uy seysmik zaif deb topilib, renovatsiya dasturiga kiritilgan deydi mutaxassislar. Ushbu uylarni mustahkamlash yoki renovatsiya dasturlari doirasida o'rnidan bosqichma-bosqich yangi ko'p qavatli uylar qurish bo'yicha mahalliy davlat hokimiyati organlariga takliflar kiritib borilmoqda. Sir emaski, shaharlar infratuzilmasi jadal sur'atlar bilan rivojlanib, aholi sonining o'sishi, zamonaviy turmush talablarining ortishi shahar muhitini yangilashni taqozo etmoqda. Shu munosabat bilan aholini munosib uy-joy bilan ta'minlash vazifalari renovatsiya dasturini mamlakat taraqqiyoti uchun ustuvor yo'nalishga aylantirdi. Biroq yangisini qurmasdan eskisini buzib ham bo'lmaydi degan gap bor xalqimizda. Shartnoma qilganmiz ular bilan. Shartnoma bo'yicha ko'pchiligi uyini sotib ketdi bizlarga, ko'plariga uy olib berdik. Albatta bu jarayonda eng muhim jihat mulkdorlar huquqlarining himoyalanishi, tomonlarning o'zaro roziligiga erishilishi kelgusida fuqarolar uchun ham ortiqcha muammolarni keltirib chiqarmaydi. Shuningdek, bu orqali zamonaviy, xavfsiz va qulay uy-joylar, tubdan yangilangan infratuzilma va kommunikatsiyalar, aholi ehtiyojlariga mos hamda zamonaviy shahar muhiti yaratiladi.